qo'shiqsevar muxlislarimiz aytishyapti. Bular o'zini ishini juda yaxshi ko'rishadi. Boshlovchilar gapirish shunda endi. To'g'ri. Tinmasdan mana 12 daqiqadan beri gapiryapmiz o'rtoqlar. Qo'shiq eshitadigan fursat yetdi. Eshitganingda ham haligi yoqimli ovozdan, sen sog'ingan haligi ijrochidan bu qo'shiq jarang sochsa menimcha o'rinli bo'ladi, Bahodir. Bay. Juda zo'r bo'lardi, juda zo'r bo'lardi. Siz ularni yaxshi taniysiz, qo'shiqlarni juda yaxshi ko'ramiz va ovozlarni ham juda chiroyli tembri bor va keling bizni juda ham uzoq kutgan edik bu ijodkorimizni. Hozir nima uchun bizni shunchalik kuttirganliklarini va nafaqat bizni ularni ham hammasiga bugun oydinlik kirgizamiz. O'zlari bilan bir mazaq suhbat qilmasak bo'lmaydi bugun Anvar aka. Albatta. Demak, davramizga sog'inilgan ijodkorni chorlaymiz. Yana ham intizorlik bilan Farhod Sulaymonov kelganlar. Marhamat. Farhod Sulaymon, marhamat. Bale, jonzat qashavat duxtare, nozlaring buncha shirin, Farhodning armoni sani. Bale, jonzat qashavat duxtare, nozlaring buncha shirin, Farhodning armoni sani. Xabarat nis xabarat, bu jonam bejog'alat, ishqingda jonim halak, ayt kimni yori sani. جانه شوخ دل نبایی من که مبتلای تو دردی من دوا سازد خارکی سیای تو جانه خبرت نیست خبرت bu canım beca غلط عشقینده جانم حلق ای kim yar sene bale can sad qaşavat duxtare nazlerin buncha shirin Farhodning armoni sene bale can sad qaşavat duxtare nazlerin buncha shirin Farhodning armoni sene جانه لبکاش لنی لبونی قدکاش سروی روانی دهنش خونچه دهانی سخناش شیرین زبانی جانه بله جان صد قشوت دختره نازنین بونچه شیرین Farhodning armoni sene bale جان صد قشوت دختره نازنین بونچه شیرین Farhodning armoni sene Farhodning armoni sene Ey yaşay. Farhodning armoni nima ekan, kim ekan? Hozir bilib olamiz. Aka bu yoq qani deylik. Assalomu alaykum. Farhod aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Qalaysiz akajon? Keling. Yaxshi kelyapsizmi? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qancha bahor, qancha qish. Qancha kuz o'tdi. Qish yetib keldi deydi-yu. Xush kelibsiz. Shuman joy. Siz joyingiz shu, ha? Ishimizga mos joy. Xo'p, o'tirsam bo'ladi-a o'sha? Albatta. Yaxshi kelibsiz. Sizlar bilan birinchi so'rashib olishingiz mumkin. Xo'p, hammaga assalomu alaykum, xayrli tong. Butun O'zbekistonga bizni ko'rib turgan va ko'rib turganlar ichida muxlislarimiz bo'lishlari mumkin. Kirib kelayotgan bayram, yangi yillar hammaga muborak bo'lsin va bu studiyada yana kelib mehmon bo'lib o'tirganimdan xursandman. Nega Mumkin emas, aniq.
Ha, bora? Xo'p. Aniq, aka bilasizmi, bizni Buxorodan qancha odam kuzatadi yoki bo'lmasam muxlislaringiz emas, men qo'shiq nuqtai nazardan to'xtalmoqchiman. Tojikistondan qancha odam ko'rishadi hozir bizni? Aniq ular ham bitta o'ynab olishdi. Ertalabki badan tarbiya bo'lib oldi lekin hozir. To'g'ri, bu proyekt o'zi вообще yaxshi. Proyekt, bu proyektni ham hurmat qilaman, umuman ha. O'zi reyting ham yaxshi, kuzatib ham boraman va taklif uchun rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Katta rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Maqtovlar uchun sizga bitta choy. Rahmat. Shuncha maqtov uchun a? Endi haqiqat. hozir tomoshabinlarimiz oddiy qilib Farhodjon qayerda edi? Nima ish qildi? Endi biz-ku bilamiz. Ko'rinmay qoldi deb o'ylab o'tirishibdi-da. Yoshlari katta onalarimiz kuyinchang, voy bu bolam qayerga ketib qoluvdi, nimaga yo'q bu? Qattiq qo'shiq aytib yuribdi. Deganlar bor, ishlashga ketdi deganlar bor. Bor. Ha, men o'zim ham eshitaman. Muxlislar Stressga tushdi deganlar bor. Bularni qaysi biri to'g'ri endi? Yo, umumiy aytganda men O'zbekistonda edim. Hech qayerga chiqqanim yo'q, chunki O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Chunki aytadi-ku, yashashga vatan yaxshi deb. Shunaqa hech qayerga ketganimiz yo'q, O'zbekistonda edik, faqat ozgina bir dam olish va bir nafasni rostlash. Chekinish. Ha, shunaqa nafasni rostlab, ozgina bundoq fikrlarni jamlab olish uchun ozgina boshqa ish bilan shug'ullandim, to'g'risi. Boshqa ish nima u endi? U endi u asosiy ish emas, prosta chalg'ish uchun bo'ladi-ku erkak kishida. Bekor o'tirsangiz, energiyangiz anaqa qilaveradi sizni. Ha. Uydagilarga ham yoqmay qolasiz begona Shunaqa. o'tirib. Bir restoran qildim, o'shani ustida bo'ldim. Biznes. Lekin bu ham ijod, lekin restoran ham ijod bu. Albatta, To'g'ri. har yo'nalishda Uni o'sha interyer, o'shani umuman interyer, eksteryer o'sha qilishlariga juda ijodiy bir yondashib qildim va qiziqaman o'zi, u ham ijod desa bo'ladi, to'g'ri. O'shani ustida bo'ldim bir 2 yil, bu menga yaxshiga ishladi. Yaxshiga xizmat qildi. Bir kitob mutolaa qilishga, o'qishga, bir qanaqadir yangi narsalarni bilishga, yangi informatsiyalar olishga juda yaxshi xizmat qildi. Yangi yo'nalishda ham o'z qobiliyatingizni sinab ko'rishga ham yo'l ochdi. Umuman hayotimizda har xil voqeliklar bo'ladi. Biz ba'zan shunaqa bir Qo'shiq qilib ayting. ba'zan shunaqa bir holatlarga tushamizki, siqilib hayot tugadi degan pallada yangi eshiklar ochilgan bo'ladi. Shunaqa bo'ldimi hayotingizda? Shunaqa. Masalan, ko'pchilik o'sha 2 yil yurganimda ijod qiling, siz ijodkorsiz, siz tashamang, siz tashamoqchisiz shekilli degan fikrlar bo'ladi. Biz o'zimiz bilamiz ichimizda. Qachon san'atni tashab bo'ladi? U san'atkor san'at tasha olmaydi. Qo'shiqchi qo'shiq aytmasdan tura olmaydi. Hamma gap ichingizda. Men o'zim bilaman, qachon men o'zim o'ylab olaman va qachon boshqatdan boshlayman degan narsa o'zingizning ichingizda deb yuraverasizda. Uydagilar nima deyishdi? Uydagilar endi dadam har doim meni qo'llab-quvvatlaganlar, o'zlari ijodkor bo'lganlari uchun, men ustozim bo'lganlari uchun. Endi onalar nima deyshadi? Onalar o'g'li yonida bo'lsa xursand. Onalar yonida bo'lsa xursand. To'yib olay deyshadi. Ovqat yediradi, unga qaraydi, mehr beradi, boshqa qiladi. Lekin endi otada baribir professionalniy nuqtai nazar bor. Ular endi bilib turibdilar. Biladilar, menga ishonadilar-da. Ko'p meni bunaqa tergaganlari ham boshqa ham yo'qda. Chunki tarbiyalariga ishonadilar. Yana bir tomoni ayniqsa mundoqroq bir xonanda chiqib qolsa, bekorga sahna, boshqalarga berib qo'ydingda degan o'y xayol o'tadi otada. Balkim ichlarida bordirda, lekin bizda bir har doim bir kelishuv bor. Dadajon, siz o'g'lingizga ishoning, o'zingiz tarbiya qilgansiz. O'g'lingizga ishoning va hammasi yaxshi bo'ladi deb har doim ishontirganman. Ishontirgansiz. Iste'dodli xonandamiz, sog'ingan ijodkorimiz Farhodjon Sulaymon mana bugun dasturimiz aziz mehmoni. Farhod, siz yana bir bora salomat boshid. Mana Sulton Sulaymon deyapmiz. Biz taxallusingizdan ham xursand bo'ldik. Menimcha uydagilar ham buni qo'llab-quvvatlashgan bo'lsa kerak. Albatta. Endi Sulaymonov bizada avlodimiz endi hamma shu familiya bilan kelishyapti. Endi katta bobolarimizni ismlari bo'lgan. Shunga xursand. Meni o'zimga yoqardi. O'zingizga yoqardi. Aytgandek, esimga tushib qoldi Farhod aka, oxirgi marta sizni Instagram sahifangizda videolaringizni ko'rganimda sochingiz bor edi-ku aka. Mana shu 2 yil dam olgan paytim men sochim ham o'sdi, mana bunaqa bo'lib o'sdi. Soqollarim o'sdi. Keyin men sochlarimni yig'dim, bir qanaqa stilla qildim. O'sha nima fantaziya bo'lsa hammasini qildim deydi. Qaranglar. Farhod hozir 180 gradus nima deydi? Darajada boshqa imijga o'tganlar. Ya'ni oldin sizni klassik variant, xuddi mendek ixcham, chiroyli galstuklarda, chiroyli olingan. yashang.
kostyum shimlar o'zlariga yarashgan boshqacha imij edi. Hozir bir ko'chada haligi yosh yigitlarday boshqacha formatda. Sal bunaqa nima deydi? New Yorkni orqa ko'chalarida yuradigan Wall bolalar. Streetmi? Backstreet Boys. Buni o'zingizni xohishingizmi? Ha, bu bir ozgina erkinlik beradi. Men anu ixcham tor kostyumimda bir 12 yil yurganman-da, 12 yil emas, undan oldin ham yurganman. Bu qarasam erkinlik. Endi atrofimda ham hozir komandada ham yosh bolalar-da, yosh yigitlar 18-20. Joyda zo'r gap keldi-da. Bilganlar Farhod Sulaymon imijini o'zgartiribdi deydi. Bilmaganlar haligi Amerikadagi Justin Timberlake omon-omonga kelibdi deydi. Qanday bo'ldi endi? Endi ham ijod qilmasangiz. yoki erkinlikni tanlabdi bo'ladi. O'zi Justinga ham havas qilasiz shekilli. Aytishadi. O'xshab ketasiz. Oda. Sizdan kichkina u lekin. Yo'q, katta aka. Sizdan kattami? Katta 50 yosh menimcha hozir Justin Timberlake. Ha, yo'q. Ancha. Asli bejiz emas, chunki Ayni- estradasiga ham. Tanimiz ekan. Yana taqdirini qarang. U ham anaqadan chiqqan, gruppadan chiqqan. Ana. Birinchi 8 yilcha gruppada yaxshi faoliyat yuritib, keyin yakkaxon bo'lib chiqib ketgan. Ha. MC degan guruh. Gruppasi to'g'risi hozir esimda yo'q, anaqa bo'ldim. MC. Adashmasam. Muhimi qiziqasiz. O'sha jahonning mashhur san'atkorlaridan ham ko'p narsa o'rganish. Ha, va nimaga aytdim-man? Hozir atrofimda yigitlar, yosh yigitlarda komandada. Ular anu zamon bilan hamnafas yurishadi-ku. Ular meni kiyintirishadi. Aka, unaqa deb, keyin birga tanlaymiz. O'zi e'tibor qilinglar, ota-bobolarimiz oldin mana shunaqa keng shimlar, keng ko'ylaklarda yurishganda, bu salomatlik uchun ham foydali aslida. To'ppa-to'g'ri. Va hozir yana trendga Ha, shunaqa bo'ldi. Ha. urfga kiryapti. Lekin Ana deydi, old money deydi buni, old money. old money. Nima deydi? Old money deydi, ya'ni eski boy degani, eski pul degan o'shalarning stili tipi. Yo, siz lekin eski boysiz. emas. Hozir o'rtoqlar. Siz bilamizmi? Eski boydan bitta qo'shiq eshitsakchi. Albatta, mana Xurram Sulton haqida gaplashdik, endi Sultoni qalbim degan qo'shiq bunga O, bo'ladi-da. sultoni qalbam nakus. Tu hasti. Shuni mana qarang, butun dunyoda hamma xil versiyasi bor. Turkcha, arabcha, afg'oncha, tojikcha. Bu o'zbekchasi birinchi bo'lib Siz men ijro etdim. Ha. O'zi ijodkor kim edi? Eronlik edi. Afg'on, Ahmad Zoir. Ahmad Zoir. 30 yoshda o'lib, lekin juda katta diskografiya qoldirib ketgan ijodkor. Umr qancha yashalgani bilan emas, qanday. Albatta. Hozir siz o'zbekcha variantini ayting. Ha. Qo'shiqdan keyin sizga yana bir ajoyib yangiligimiz bor. Zo'r narsani eshittiramiz. Bo'ldi. Qani Marhamat, Farhod Sulaymon kuylaydi. Omon-omon sahnasiga taklif qilamiz. Bir dil yig'lar borsam bir dilim yig'lar hech ham toqat qolmadi budam sira rashku ishqing zebo dilda hasratim dunyo pok yoding dilda tanho har vaqt yagona sultoni qalbim kelasta dardozordan dilim oshkasta darmonim yorim bu qalbim mixasta senga intizorman sultoni qalbim kelasta dardozordan dilim oshkasta darmonim yorim bu qalbim mixasta senga intizorman
Arz dardim gar senga yozsam, nomaga o'tli qalbim bosam, kelarmisan ey ishqi tozam, sevgim yo'lidan. Holim xarob ey dildoram, avval qanday edim dilporam, dunyo dunyo nolam nolam dardashtidaman. Sultoni qalbim kelasta kelasta, dardozordan dilim oshkasta, darmonim yorim bu qalbim mixasta, senga intizorman. Sultoni qalbim kelasta kelasta, dardozordan dilim oshkasta, darmonim yorim bu qalbim mixasta, senga intizorman. Yashang. Bebaho qo'shiq. U qaysi tilda kuylanmasin, baribir qalb ketib boradi. Yoqdimi aka? Albatta, qalbni sultoni, qalbimni sultoni degan qo'shiq. Yashang. Ijroda ham gap katta. Albatta. Ijroda ham Siz bilasizku mana. qanaqadir dard. Endi biz ko'proq Necha yillik boshlovchilik, san'atkorsiz? yo, undan emas. Boshlovchilik jihatdan emas. Endi men aktyorlik jihatdan har holda 7 yil bu sohada Qalay, nechi bahoga yurakdan qilingan ijro yurakka yetib boradi-da. U qanaqa til bo'lishidan qat'iy nazar Anvar akam aytayotgandek, o'sha san'at til tanlab. ha, xuddi shunaqa dard his qilinsa, u baribir xohlaymizmi yo'qmi bilinadi. hozir nimani his qildingiz? Man hozir his qilgan narsamni aytib bera olmayman sizga, lekin bu his qilinib etilgan insonni o'zlariga bir savol bermoqchi edim. Ya'ni Farhod aka, xohlaymizmi yo'qmi, baribir biz o'sha oldingi bir 15 yillik oldingi qilingan ijroga, ijodga qaytishimiz kerak-da baribir. Nima deb o'ylaysiz? Sizga sahnada turish shirinsiz bo'shlikmi yoki yana bitta imkoniyatmi? Buni ikkalasi ham aka o'ziga yarasha anaqasi bor. Nima deydi? Ijodkorga u ham bir qanaqadir Minus tomonlari. Ha, u ham qanaqadir format, bu ham qanaqadir format. Ya'ni men ikkalasida ham o'zimni yaxshi his qilaman. Ikkalasida ham yaxshi his qilaman. Lekin odamni tanlovlarini agar inobatga oladigan bo'lsak, baribir odam yakka bo'lsa, tanlash huquqi kengroq. Ya'ni Repertuar masalasi. Ha, repertuar masalasi, tanlash anaqasi kengroq, imkoniyati kengroq bo'ladi. Duetda u chegaralangan bo'ladi. Chunki hamma qo'shiq ham duetga to'g'ri kelavermaydi. Sahnada turish duet yaxshi, bir-birini odam qo'llab-quvvatlaydi, bir-birini his qiladi, bir-birini yopib ketadi. Bu juda ham men o'zim masalan 12 yil o'sha duetda ishlagan bo'lsam, men juda nima deydi, xursandman va rahmat aytaman jamoamga, Bobur akaga ham, Shiringa ham. Bu juda bir yaxshi opit bo'lgan, yaxshi tajriba bo'lgan. Sog'inasizmi? Va yaxshi yillar bo'lgan. Sog'inch qanaqa? Sog'inch agar insonlarni sog'insam, men ularni xohlagan paytim ko'raman. Chunki O'z ko'rishib ham turasiz. ko'rishib turamiz, bitta mahalladamiz, ko'rishib turamiz. Lekin faoliyatni yo'q. Faoliyat yakkaxonni men har doim orzu qilganman, har doim reja qilganman va o'sha joydaman hozir. Yakkaxon baribir yaxshi. Demak, hozir o'z o'rnida. Shunaqa, hamma narsa o'z o'rnida. Mayli, har narsa baribir nimadirga yaxshilikka sabab bo'ladi deyiladi-ku. Hammasiga xayr bor-da. Albatta, biroz avval aytgan fikrlarim o'sha tomoshabin ham ilhaq bo'lib qoldi, balki bundan otajoningiz haqidagi fikrlar. Ya'ni sizni ilk ustozingiz, san'atda, hayotda qo'llab-quvvatlovchingiz, professional ijodkor ekanliklari, qaysidir ma'noda ular sabab bugungi muvaffaqiyatlaringiz. O'sha endi aytaylik, oson bo'lmadi. Ya'ni o'sha eng avj pallasiga chiqqan paytda bu duet
biroz o'zgarishlar bo'ldi. Albatta yaxshigina bu insonga ta'sir qiladi. Aytaylik, mayli erkak kishi bo'lsa ham, erkak kishi ham qalbi bor, u ham qiynaladi, stresslar bo'ldi. Endi tan olib aytadi. Bo'ladi, albatta bo'ladi. Chunki shunaqa pallada uzoq yil gapiring. qilingan. otangiz nima daldalar berdilar? Chunki ijodkor sifatida ular sizni Ha, endi otam to'g'ri tushunadilar. professional bo'lganlari uchun ular professional nuqtai nazardan qaraydilar. O'g'lim, sanda hamma resurs bor, ya'ni sanda hamma imkoniyatlar bor. Sen xohlagan payting, xohlagan darajaga chiqishing mumkin. Xohlagan qo'shiqni aytishing mumkin. Ovozingda ham hech qanaqa bir chegara yo'q. Ha, o'sha uchun men senga 100% ishonaman. Men bilaman sen hozir unaqa juda qattiq aziyat ham chekmayapsan, qayg'urmayapsan. Men buni bilaman. Lekin baribir endi to'g'ri hammamizga qadrli bo'lib qolgan. U insonlar ham, u duet ham, seni ishing ham hammamiz uchun qadrli va bir qanaqadir ko'nikish bo'lib qolgan. No, baribir men senga ishonaman. Sen bitta o'zingni o'nglab olasan-da va Yakkaxon ijoding uchib ketadi, men ishonaman bunga deb har doim aytganlar. Faqat mana aytaylik, shundan keyin qaysidir ma'noda o'sha duetni sog'inish istagi paydo bo'lib, yoningizga boshqa bir qiz olish istagi ham paydo bo'ldimi? Yo'q, unaqa bo'lmadi. Bo'lmadi. Yo'q, unaqa bo'lmadi. Masalan, Yakkaxon o'zini his qila oladigan qo'shiqchi va Yakkaxon undan oldin masalan ishlagan va o'zini va o'zini Yakkaxon his qila oladigan qo'shiqchi Yakkaxonni tanlaydi baribir. Baribir. Masalan, imkoniyatlari ozgina ojizroq bo'lsa, bir qaysi joylardadir uni yopish kerak bo'lsa, ular gruppa qilgani, komanda qilgani, duet qilgani menimcha to'g'riroq bo'ladi. Kerak bo'lsa. O'zi lokomotiv bo'lib torta oladigan san'atkorga duetdosh kerak emas. Unga faqat yaxshi cholg'uvchilar kerak va yaxshi komanda kerak. Ha, mana yaxshi video tasvirchilar, yaxshi menejer, yaxshi sozanda, o'sha hamma narsani delegatsiya qilib ishini topshirsa-da, bu faqat qo'shiqni aytsa, Bir so'z bilan Farhod aka aytganimizda keling yoki ha deng, unga izoh kerak emas yoki yo'q deng. Agar guruhni qayta tiklaymiz, yana qaytadan ijod qilasizlar deganda sizning javobingiz qanaqa bo'ladi? Yo'q. Rahmat. Anvar akam bitta savollari bor sizga yana. Biroz avval Sultoni qalbimdan oldin bir fikr aytdim. Hozir sizga bitta qo'shiq eshittiramiz, zo'r qo'shiq deb. Shu qo'shiqni eshitib turib xayolingizda nimalar o'tadi va o'xshashliklar bormi boyagi qo'shiq bilan birga? Shuni tekshiramiz hozir. Sizni ichki intuitsiya deydi-yu, ichki ovoz, sezgi nima deyishini bilamiz. Keling. Imkon bo'lsa shu qo'shiqdan biroz parcha eshitsak o'rtoqlar. Marhamat. bir garmoniya yo'l bir xil. Bitta narsa. Kimni qo'shig'i ekanligini ham ozgina zatakt sinkopa ketyapti. Unda to'g'ri ketgan Ahmad Zoirnikida, bilmadim endi. Kimni Qo'shiq qo'shig'i ijodkori. Eshitgansiz lekin. Musiqalarni qarang, ancha oldin ijro etilgan. Bu juda eski 90-yillar. Oh. O'zimizni klassический estradamizda, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ja klassika emas. Bilmadim endi o'sha rahmatli Botir Zokirovlarni davrlari bo'lsa kerak. Yo, Yulduz Usmonova bo'lishi mumkin. Aranjrovkasidan Yulduz Usmonovaga o'xshatdim menimcha. 90-yillarda. Ha. Qani ishlashlari. Eshitib ko'ramiz. Onalikni mehri yo'q sira, meni tuqqanga bir so'zim bor, garchi unga qattiq botsa ham qalbim aytishga qildi qaror. Onalikni mehri yo'q sira, meni tuqqanga bir so'zim bor, garchi unga qattiq botsa ham qalbim aytishga qildi qaror. Bir daqiqa rohating o'ylab meni baxtsiz qilib yaratding. Tashlab ketib sen qaytmas yo'lga, ko'zimdan yosh to'kib qaratding.
Voy. Yulduzxonim Usmonovaga katta Shu rahmat. aranjировкасы men bittada o'yladim Yulduz Usmonova deb. Ustoz ovozlari bilmadim, men uchun yagona. Takror. Tanho, men uchun tanho ovoz. O'sha ilmingiz ham ziyoda ekanligidan dalolat, darrov ilg'ashingiz. Shunaqa. O'sha tanaffus paytida o'qigan kitoblaringiz haqida ham ma'lumot bera olasizmi? Masalan, ko'pchilik ijodkorlar deymizmi, umuman hammamiz ham mana tan olamiz, shunaqa bir tig'iz zamonda yugur-yugurlar bilan kitob o'qishga, o'z ustimizda ishlashga, yangi bilimlar orttirishga vaqt topolmaymiz. Lekin so'zlaringiz orasida shunaqa dedingiz, juda ham xursand bo'ldim. Nimalarni tavsiya qila olasiz? Nimalar sizga ta'sir qildi fikrlaringiz o'zgarishiga? O'sha payt biznesni yo'lga qo'yayotgan payt asosan biznes nauchniy, ya'ni ilmiy kitoblar bo'ldi. U yoqda psixologiya haqida yoki biznes kitoblar, Boshqaruvi. Cel degan kitob bor, ya'ni maqsad degan kitob, Robert Greenni masalan kitoblari, 48 законов власти bor. Keyin asosan hammasi rus tilida. Keyin Yuval Noah Hararining oxirgi bestseller bo'lgan kitoblari. Sohaga oid. Psixologiya baribir men o'ylayman, muhim, falsafa va psixologiya bu asnova deb o'ylayman hamma narsada. Chunki hamma ishda, biznesda ham va mana bizning ijodiy ishimizda ham psixologiya baribir yaxshi. Endi so'ramoqchi bo'lganim, alal xusus shu biznes o'xshadimi? Nima qilishadimi? Biznes. Aha. Yo'lga biznesda mana qurilishda men ishtirok etdim va yo'lga qo'yishda men ishtirok etdim. Hammasini qildim. Komandalar yig'ish, hammasi ustida bo'ldim va 1 yil yurguncha ustida bo'ldim. Hozir mana borib kelib yuribman. ishlayapti. Ishlayapti, biznes restoran ishlayapti. Demak, keladigan daromad ham bor. Ozgina bor. Demak, azizlar, barcha sadoqatli muxlislarimiz, teletomoshabinlarimiz va g'oliblarimiz uchun go'zal qo'shiq ular uchun jarang sochadi. Farhod Sulaymon kuylaydi. Marhamat do'stlar. Ayro, marhamat. Kun o'tib, oy o'tib, yil o'tib, o'zgaga ketsang ham ko'nikib. Iltimos sevgilim, unutib yuborma, unutib. Men senga aytgan ilk so'zimni, ko'changga bosgan u yuzimni, ko'zimni, o'zimni unutib yuborma, unutib. Ayro yo'llar ayro, ko'rishmaymiz endi yor alvido. Unutib yuborma, alvido. Ayro yo'llar ayro, ko'rishmaymiz endi yor alvido. Unutib yuborma, alvido. Sog'inib uchrashgan chog'larini, biz birga kezgan gul bog'larini, qandaydir eskirmas tog'larini unutib yuborma, unutib. Men senga aytgan ilk so'zimni, ko'changga bosgan u yuzimni, ko'zimni, o'zimni unutib yuborma, unutib. Ayro yo'llar ayro, ko'rishmaymiz endi yor alvido. Unutib yuborma, alvido. Ayro yo'llar ayro, ko'rishmaymiz endi yor alvido. Unutib yuborma, alvido. Go'zal. Ofarin. Keling do'stim.
Bu o'zingizni ijodingiz, ha? Ha. Ya'ni qo'shig'i o'zingiz yozgansiz. Buni so'zini muallifi Xushnudbek Darveshev. Musiqasi o'zimiz. She'rni o'zingiz tanlagansiz, Farhod aka. She'ri shunaqa bo'lgan. Birgalikdagi, ya'ni maslahat shunaqa bo'lgan. O'zi odatda hozir kim bilan, qaysi bastakor bilan aranjirovkachi bilan ishlayapsiz? Bastakor Shahobiddin Tursunov, Sherbek aka, o'z familiyalari bilmayman, Sherbek aka bilan ishlayapmiz. Shodib? Yo'q. U o'zimiz yoshimizni avlodda anaqalari. Yosh desa ham bo'ladi ularni. Endi men bu ko'p kompozitorlar ketib qolishdi-yu, masalan, ijod tashlashdi, ketib qolishdi, masalan, keyin hozir aranjirovщикlar в основном yaxshi, keyin shoirlar. Mana bularni ikkalalarida hozir в основном nima deydi, mas'uliyat bo'lib turibdi. Lekin qo'shiq mana bu dunyo globallashgani uchun musiqalar hozir juda bildingizmi, bundoq tekis bo'lib qolgan, dunyo tekis bo'lib qolgan. Dunyoni har bir nuqtasini musiqasini eshitishingiz mumkin bu yoqdan o'tirib. O'sha uchun musiqalar o'xshab ketdi bir-biriga. Bir boshqacha farqli o'laroq narsa qilish qiyin bo'lib qolgan. Endi bunday savol berishimga sabab haligi ijodiy hamkorlikda gap ko'pda. Albatta. Va yana shunday ma'lumotlarni eshitdik. Siz bundan tashqari mohir skripkachisiz. Men musiqa maktabi, musiqa kolleji va konservatoriyani skripka bo'yicha tugatganman. Chalmaganingizga qancha bo'ldi? Chalmaganimga oxirgi mana shu ekzaminlarda chaldim. Undan keyin chalmadim imtihonlarda. Hozir deyapsiz, qachon? Qarang, men konservatoriyada 2 yil skripkada o'qiganman, keyin estradaga period qilganman 2 yil. Bu 2011-12-yillar chalganman skripka. Undan keyin yana bir 16-17 bir chaldim, o'zim uchun bir mashq qildimda, keyin chalmadim. 7-8 yil bo'ldi chalmaganimga. Men o'yladimki, hozir Umidxon, hozir bu yoqda ham bitta skripka juda bir dardli chalgan joyi bor ekanda. Balki o'sha joylariga o'zingiz Birovga pul berib nima qiladi? Yo'q, buni o'sha Shahobiddin Tursunov, o'sha sayqalchi o'zlari chalganlar. O'zi chalish ham hozir shart emas, o'zi chaladigani bor, to'g'rimi? Hozir ijodiy jamoa, orkestr butun hozir. Lekin skripka bu anaqada rejada. Kelajakdagi rejada bor. Skripka bilan bir qanaqadir chiqishlar qilmoqchiman. Chunki Aleksandr Rybak chiqqanini esda olamizda, skripkada juda bir effekt, jahon tan olgan musiqa sohasi. ko'p qo'shiqlaringiz o'sha eshitadigan, xayolga beriladigan. Hayotda romantiksiz, a? Shunaqaroq emotsionalman, emotsionalman. Tuyg'uga beriluvchan. Lekin nima deydi? Jilovlangan emotsionalda, jilovlashga harakat qilaman. O'zingiz. Jilovlamasam depressiya bo'lib qolishim mumkin. O'sha Qaysi oyda tug'ilgandingiz? avgust. 28 avgust. 28-avgust. Bu Sumbula burjiga taalluqli. Sumbulalar ijodkorlar bo'lishadi. O'ta nozik ko'ngil va yo'q, men va'dalayman. Ya'ni qovg'a. Va sumbulalarda shunday bir xususiyat bor. Ularni kechirishi juda ham qiyin bo'ladi. Bu odat bormi sizda? Nozim opamni eslatib yubordingiz. Kechirish. Menimcha men kechirimliman. Men скорее всего, ya'ni anaqa. Yo u odam bor mana hayotimda yo yo'q. Mana shunaqa. Demak kechirmaysiz-da, aka? Yo'q, bizni chiqarib qo'yasiz, bo'ldi. Mani odamim yoki mani odamim emas bo'lishi mumkin. Lekin kimgadir gina ushlab yurib, odamni o'ylab yurishga energiya yo'q. U anaqa energiya sarflamaysiz-ku, vaqt yo'q bu narsaga. Qo'y burjida tug'ilgansiz. Qo'y yili. Qo'y yilida 91-yil. 91. Hali yoshsiz. Farhod Sulaymon o'zini 5 yildan keyin qanaqa darajada san'atimizda, qanaqa darajada tasavvur qiladi? Yuqori. Juda yuqori. Nafaqat O'zbekiston bo'lsa kerak, u dunyo miqyosi bo'lsa kerak. Plankangiz juda baland. Reja ham shunaqa maksimum. Mana siz hozir sahnada bo'lganingizda shunaqa bir tasavvur uyg'ondi. Rostdan sog'inibsiz-a Farhodda. Bir manzili makonni ham ta'siri bor-da baribir. O'zingizni masalan aytaylik tor doirada o'zingizni faqat ashaddiy muxlislaringiz bilan jonli ijroda, chiroqlar biroz xira, skripkalar aytaylik, boshqa sozlar bilan jonli konsert dasturingizda romantik atmosferada. Shunaqa uyushtirish istagi paydo bo'ladimi? Masalan bizda shunaqa alohida bir konsertlar, shunaqa tor doiradagi konsertlar juda ham kam. Humo Arena kelajakdagi reja, u maksimum reja u.
hozirgi boshlang'ich rejamiz bahorda mana biz yigitlar komanda bilan hozir o'ylab turibmiz. Bahordagi, martdagi rejamiz konsert. Aniq ixchamroq konsert Ixchamroq, va jonli konsert. Aha. Va uni repertuari, ya'ni qo'shiqlari faqat o'zbekcha, faqat bir o'zimizniki bo'lib qolmaydi, internatsional qo'shiqlardan tashkil topgan, uzoqroq va suhbat bilan birga. Muloqot bilan, odamlar bilan o'sha. suhbat qilib, ularni fikrlarini eshitib, mana shunaqa konsert mana. To'xtalib, birga Men kuylab. hozir konsert haqida gap ketdi-yu. Bilasizmi, san'atkorlarimizda shunaqa tushuncha bor. Konsert berish desa, albatta bo'lmaganda Turkiston san'at saroyi, xalqlar do'stligi, mana Humo arena ochildi. O'sha narsa tushunadi, lekin sadoqatli muxlislar, o'sha tor doiradagi muxlislar, Xos muxlislar. xos umuman 100 kishilik, 200 kishilik konsert ham aytaylik. beradi-ku. Mana Jahon estradasi Jahon yulduzlarini estradasi ko'rib ko'rganman. Turk estradasi yulduzlari ham borganimizda shu kemada 80 kishiga men esimda haligi Bosfor anaqasida ko'rfazda o'sha konsert tomosha qilganman. Shunaqa qilsa bo'ladi-ku bizda. Bo'ladi, albatta. O'sha konsertdadek his qildimda, hozir shu muhitni his qildim. Balki boshlab berarsiz, a? Albatta, bu o'sha bahorda reja qilib turibmiz, mart oyida, xudo xolasa men sizlarga bitta taklifnoma beraman butun jamoaga. Yo'q, shart emas, biz borib sotib olib olamiz. Aha, Farhod aka. Va O'shanda. kechirasiz, gapingizni bo'ldim, jonli bo'ladi, 100% ana. bo'ladi. Unga ishonib. Cholg'uchilar ham va cholg'uchilar ham, qo'shiqlar ham jonli bo'ladi va har doimgidek 15 ta 16 qo'shiqdan kalta konsert emas, uzoqroq konsert va suhbat bilan. Endi jonli bo'lmasa ham bo'lmaydi, shuncha o'zini professional jonli etmasa kim Jonli bo'ladi. Farhod, mana bu jarayonlardan so'ng prodyuserlar chiqishdimi sizga? Birga ishlaylik taklifini bildirishdi. Ismlarini aytmayman, prodyuserlar bilan ishlashga harakat qildik, lekin lekin anaqa bo'lmadi. Nima Doimiy bo'lmadi. Bo'lmadi, natija bo'lmadi. Anaqamizni to'lqinlarimizni ushlay olmadik. Yo kimdir tez bo'lib qoladi, kimdir sekin bo'lib qoladi. Bunaqa emas. O'sha uchun ijodkor o'zini tezligi, o'zini nima deydi, o'zini ko'zlagani bilan harakat qilaverish. Qarang, O'zini zaxirasi gapiradi, bilan. eskilar bejizga aytmaydi. O'zingdan qolma bala. O'zingizdan qolmang do'stim. Eng muhimi sizni qo'llab-quvvatlayotgan ota-onangiz, yaqinlaringiz, ular qatorida biz ham bor va muxlislar, xalqimiz, qo'shiqsevar muxlislarimiz bor. Rahmat. Demak, navbatni yana shok qo'shiqlardan biriga beramiz. Farhodjon, bugun sahna sizga muntazir. Marhamat. Yana qo'shiq. Marhamat, albatta. Bugun konsert. Aytilganidek qo'shiqda biz ham rohatlandik. O'zal qo'shiq uchun sizga katta rahmat. Ijodingizga omad, muvaffaqiyat. 5 yillikdagi haligi ko'zlagan maqsadlaringiz 2026-yilda ilohim amalga oshsin. Xolos, aytganlaringiz kelsin. Sizlarga ham omad, rahmat. Rahmat, kattakon. Xursand bo'ldim. Bir-birlaringizdan chiroyli, samimiy, mani yaqin insonlarimiz. Rahmat. Katta rahmat. Shunaqa iliqlik bilan buguncha xayrlashamiz. To'ppa-to'g'ri, Bahodir, aytar so'zingiz bo'lmasa muxlislarimiz bilan xayrlashsak. Aytar so'zim bor ekan. Yana omon-omon tonglarda omonlikda diydorlashguncha xayr. Omon bo'ling. Katta rahmat azizlar. Omon bo'linglar.